Denov 16 etashgani 16-qavatida joylashgan 2 xonali ushbu xonadon ijaraga beriladi. Xonadonga kirganimizda proxoshkasi ko'rib turibsiz, kengayib qurilgan. Xo'p, o'ng tomonda bu yerda sanuzel. Toza uy. Sanuzel to'g'risida betizga xona desak bo'ladi. Balkon. Lekin balkonni manzarasini qarang. Oy, Denovda tepadan turib, toza havodan to'yib nafas olib, manzaradan qarab yashayman deganlar uchun. Xo'p, uni yonida oshxonasi joylashgan. Isitish tizimi mavjud, obogrevator bor, gaz plita bor. Bu ikkinchi xonasi, mehmonxona. Xonadonda faqat gilamlar, ko'rpachalar bor xolos. Ushbu uyimiz ijaraga beriladi, hamyonbop narxda. Oluvchilar bo'lsa, telefon raqamlar qoldiraman, aloqaga chiqsa batafsil ma'lumot berib o'tamiz.